Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Yusupova Nargiz Abdukadirovna, klinik laborator diagnostika kafedrasi assistenti. Men bugun tushuntirmoqchi bo'lgan amaliy ko'nikma mavzusi kapillyar qon olish texnikasi. Kapillyar qon biomaterial sifatida laborator diagnostika sohasida juda ham keng qo'llaniladi. Shulardan eng ko'p ishlatiladigan tekshiruv usullarini sanab o'taman. Bu umumiy qon tahlili, qon ivish vaqtini tekshirish metodlarida ishlatiladi va qon surtmasi tayyorlashda ishlatiladi. Demak, qon olish texnikasi protsedurasini boshlashdan oldin bemorga vrach biomaterial olishga to'g'ri tayyorlanishni tushuntirgan bo'lishi kerak. Demak, e'tibor beradigan jihatlari bular. Bemor och qornida bo'lishi kerak. Ertalab soat 10 gacha olinishi kerak biomaterial. Emotsional fizik zo'riqishlar mumkin emas. Iloji boricha dori preparatlar qabul qilmagan bo'lishi kerak va laboratoriya bo'limiga kelgandan keyin 10-15 minut atrofida o'tirgan holda dam olib turgan bo'lishi kerak. Endi to'g'ridan to'g'ri video darsimizga o'tamiz. Bemorni qon olish xonasiga taklif qilamiz. Protsedurani boshlashdan oldin bemordan so'raymiz, qon olish qoidalariga rioya qilindimi, yo'q, va javob olganimizdan keyin bemorga issiq suvda qo'lni yuvishni taklif qilamiz. Demak, issiq suvda yuvilganda mikrosirkulyatsiya yaxshilanadi. Qo'lda bemordan ism, familiya, otasini ismini so'rab, qog'ozga yozib, etiketkani probirkaga yopishtirilib, tibbiyot xodimi qo'liga obработка ishlov berishni boshlaydi. Demak, sovunli rastvorda yuvib, qog'ozli salfetkada artgandan keyin spirtli rastvor bilan qo'lni obработка qiladi va bir martalik rezina qo'lqoplar kiyish kerak bo'ladi. Bemorni qo'lini o'ziga mos holda stolga qo'yishini taklif qilamiz. Kerakli qog'ozlarni tayyorlab olamiz. Demak, spirtli salfetkalar va kapillyar naychali probirka. Bemor chap qo'li 4-barmog'ini spirtli salfetka bilan obработка qilib, bir martalik skarifikator yordamida teshamiz va quruq salfetka bilan birinchi tomchini artib tashlaymiz. Demak, qonni kapillyar naychali probirkaga olishimiz boshlanadi. Probirka gorizontal ravishda turishi kerak. Ko'p qattiq uqalash, massaj qilish mumkin emas, chunki to'qima suyuqlik aralashib ketishi mumkin. Olingan qonda e'tibor berishimiz kerak, qancha miqdorda olinganiga. Chunki analiz uchun kerak bo'ladigan reagent bilan nisbati to'g'ri bo'lishi kerak. O'shandan ko'p ham, kam ham qon olmaslik kerak va olingan qonni sekin-sekin probirkada aylantirib, ko'pirmasligi uchun va gemoliz bo'lmasligi uchun juda ham sekin aralashtiramiz va sovutgichga biomaterialni to'plash uchun qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.